Hamma davlatlar setayotgan o'xshaydi. Mana telefonni aniq biladi ko'ryapsizmi? Mana buni qanday bilmadik. Endi hozir hamma davlatlarda endi Şinjan Çin'ine voy endi buni Şinjan demaydi, vatandan chilan kelibdiki, vatanning chilini bor, vatanning qoqlari bor, vatanninki u maslahatlari bor, bu maslahatlari deb sotgan bo'ldi. Endi qepib qarasa Şinjan deb yeziqliq hamda. Qanday chiqib, qanday taqvatqini uni da bilmaymiz. Mushundaq narsani setishga, mushundaq narsani yemayli desa, endi chilan asosan Xotandan chiqadi bizim vatanning taraflardan, Qashqar taraflardan. Yalnız Xotandan çıkmaydı o Şendon'un çilini o. Bizim Kumu taraftan biraz boluduğun o çilen. Hani mushun qanday qaraysiz endi o'sha chillamishda anaqa vatanning yemiki, vatanning yalimishtiri, vatanning nimasi deydi, qarasak teshib Şinjan deb yozig'liq ichki narsalarni rost vatanning ba'zilar vatanning bo'lishi mumkin. Ba'zilar bo'lmasligi mumkin. Hani mushu narsasiga qanday qaraysiz? Hamda o vatandan degan oldinda vatan ne deb so'rash kerak degan kishiga, agar vatan bizda vatan bo'lgan bo'lsa, hamda bizim vatandagi nurg'un xalqaroliq savdoga mushundaqiliq ambalajlab paket shaklida chiqara oladigan Uyg'urlar pek jiq bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o Xitoylarning shirkati Xitoylar shu Uyg'urlarni qul qilib ishlatib, azan tanarqi bilan chet elga qimmat sotib pul tepayotgan bo'lishi mumkin. Vatanninki bo'lsa, masalan, vatanningini albatta yeyish kerak, vatanningkiga albatta ega chiqish kerak Sharq Turkistonnikiga. Masalan, quruq yemish deymiz-ku. Quruq yemish vatandan kelsa, men masalan 5 gramlik. Bizim 5 gramliklardan chiqqan bo'lsa, shirkatninki anda siz degandek Şinjan deb alayda xaltalangan emas. Bizning dehqonlar, bizning urug' tuqqanlar o'zi quritib o'tgan bo'lsa, men huzur bilan yeyman. Lekin anda xalta bilan kelgan narsada masalan men shaxsan nazar eylayman, chunki o mahsulotlarning ishlab chiqarish jarayonida Uyg'urlar qul qilib ishlatilgan Uyg'urlarning qon teri bor. Bu tufayli eslab G'arbda bugün masalan bütün G'arb dunyosida hozir Şinjan sho'xlisi degan narsani boykot qilyapti. Ertaga mushu Şinjan chilinimi G'arbda boykot qilinishi mumkin. Bu nerede setilyapti desangiz bu Şinjan chilini Türkiye'de, G'arbiy Turkistonda, Qozoq, Qirg'iz, O'zbekda vatanga berib kelgan G'arbnikida ekilib setilib Uyg'urlar setilib. O Uyg'urlarning ko'pinchisi hamda Junxo farzandlari bo'lish ehtimolligi yuqori.